Nimaga qalqonsimon bezni davolash foyda bermayapti? Yod ichasiz, garmon ichasiz, natija esa nol. Sababi qalqonsimon bezingiz ishlashi uchun shunchaki resurs yetmayapti. Ferritin va metabolizm o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik bor. Ferritin pastmi? Qalqonsimon bez go'yoki o'chib qoladi. Temir bo'lmasa, garmonlar shunchaki hujayralargacha yetib bora olmaydi. Qalqonsimon bez garmonlarini ishlab chiqarish uchun o'ta muhim bo'lgan tireoperoksidaza fermenti aynan temir moddasiga bog'liq. Agar ferritin darajasi 50 dan past bo'lsa, qalqonsimon bez tejash rejimiga o'tadi va garmonlarni yig'a olmaydi. Bunda tiroksin ham kutilgandek samara bermaydi. Temir tanqisligi bo'la turib, tiroksin ichish xuddi akkumulyatori yo'q mashinani o't oldirishga urinishdek gap. Avval temir defitsitini to'ldiring, ferritin loaqal 50 gacha ko'taring va shundan keyingina qalqonsimon bez ahvoliga baho bering. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Izohlarda temir so'zini yozib qoldiring.